Avvalgi videolar bizga ko'p narsalarni o'rgatdi. SS va Wehrmacht qanday farq qilishini, SSning taqdiri qanday og'ir bo'lganini, ba'zida kuchli texnika ham urushda qo'l kelmasligini va eng asosiysi, tarixni faqatgina g'oliblar yozishini. Bu mavzular juda ham murakkab, lekin bulardan charchagan holda bugun oddiyroq mavzu tanlashga qaror qildik. Bu esa hammangiz bilib ulgurganingizdek Erika qo'shig'i. Salom do'stlar, e'tiboringiz markazida Mexaniklar kanali va bugungi oddiygina video kontentimizni boshladik. Bugun biz tarixdagi eng mashhur, lekin baxtsizli qo'shiqlardan biri haqida gaplashamiz. Bu Erika Marching Song. Ko'pchilik bu qo'shiqni faqat urush va nemis armiyasi bilan bog'laydi. Lekin uning asl tarixi ancha murakkab va ba'zida esa qiziqarli. Erika qo'shig'i nemis bastakori Hermes Nail tomonidan yaratilgan. Taxminan 1930-yillar boshida yozilgan bo'lib, u 1938-yilda rasmiy chop etilgan. Germaniyada va butun dunyoda tez mashhur bo'lib ketishining sababi uning jangovar ohangi edi. Ya'ni, men bu gapim bilan nima demoqchiman? Askarlarning turli marsh qo'shiqlariga uning tempi, atmosferasi tushgani uchun uni jangovar qo'shiq deb hisoblashgan. Eng qiziq tomoni shundaki, qo'shiqning paydo bo'lishi haqida aniq sana yo'q. Ya'ni qaysi oyda paydo bo'lgan, qaysi sanada, umuman nima sabab bo'lgan, buni hech kim bilmaydi. Shuning uchun ham bu uning tarixini yanada sirli qiladi. Ko'pchilik o'ylagandek, bu qo'shiq urush haqida emas. Aslida u Erika ismli qiz haqida va shu nomdagi gul, Hider, Erika o'simligi haqida. Qo'shiqdagi asosiy g'oya frontdagi askar uydagi sevgilisini sog'inadi. Uni gul bilan ramziy bog'laydi. Ya'ni bu romantik va hissiy qo'shiq. Unda siyosiy yoki ideologik so'zlar yo'q. Aynan shuning uchun ham u butkul toza qo'shiq deya olaman. Qo'shiqda askar uzoqda bo'lsa ham tabiatdagi shu gulni ko'rib, sevgisini eslaydi. Shu sababli qo'shiqda romantika, sog'inch va oddiy insoniy tuyg'ular asosiy o'rinni egallaydi. 1939-yilda Germaniya Polshaga bostirib kirdi. Ikkinchi jahon urushi boshlandi. Urush boshlanishi bilan qo'shiq Wehrmacht tomonidan ishlatila boshlandi. Harbiy yurishlarda, paradlarda, ko'cha tomoshalarida ushbu qo'shiq yangrardi. Va bora-bora bu qo'shiq propaganda vositasiga aylandi. Natijada qo'shiq juda mashhur bo'ldi. Hatto tarixchilarga ko'ra u Ikkinchi jahon urushidagi eng mashhur marsh qo'shig'i bo'lgan. Aynan shuning uchun ham odamlar uni urush bilan bog'lashadi. Lekin bilishmaydiki, bu qo'shiqning mazmunida umuman urushga aloqador joy yo'q. Qiziq fakt. Erika faqat Germaniyada emas, balki boshqa davlatlarda ham ishlatilgan. Finlandiyada shu qo'shiqning boshqacha versiyasi, ya'ni o'z shevasi, o'z tiliga tarjima qilingan versiyasi bo'lgan. Chilida esa harbiy qo'shiq sifatida ko'rilgan. Aynan Chilidagi versiyani biz harbiy, urushga oid qo'shiq deb atasak bo'ladi. Janubiy Afrikada ham juda ham keng ishlatilgan. Bu esa qo'shiqning oddiy va esda qoladigan melodiyasi bilan bog'liq. Yo'l bo'yida bir gul ochilar, Erika deb nom olgan u gul. Yuragimda men uni esladim, har nafasda uning ismi gul. Bu gul sensan, Erika. Qumli yo'llar, uzoq manzillar, askar yurar, otar iz qoldirib, ammo dilim faqat seni izlar, ko'zlarimda sening nuring qolib. Men faqat seni izlayman, Erika. Qo'shiq so'zlari, qo'shiq matni juda ham go'zal edi. Shu joyda odamlarga hayron qolaman. Odamlar qanday qilib shunday go'zal matnli musiqani mazmunini tushunmasdan turib
urushga bog'lab yuborishadi. Bilmadim. Urush to'g'risi hamma narsani yutib yuboradi deb bekorga aytishmagan shekilli. Va bu ham bir haqiqat. Erikaning mashhurligiga sabab bo'lgan yana bir nechta sabab bu oddiy va esda qoladigan ritm. Marsh uchun juda ham mos edi. Har bir qatordan keyin pauza bo'lib, askarlar oyoq bilan ritm berishardi. So'zlari sodda va yod olish oson edi. Aynan shuning uchun ham marshlarda birga xor bo'lib aytish juda ham oson edi. Shu sababli bu qo'shiq frontda ham, harbiy yurishlarda ham keng ishlatilgan. Ba'zi tarixchilarga ko'ra, bu Ikkinchi jahon urushidagi eng mashhur marsh qo'shiqlaridan biri bo'lgan deb hisoblanadi. Bugungi kunda Erika qo'shig'i birozgina bahsli hisoblanadi. Chunki u Ikkinchi jahon urushi davrida natsistlar Germaniyasi tomonidan ko'p va keng ishlatilgan. Qo'shiqning o'zi siyosiy bo'lmasa ham aynan shu davr bilan bog'langani sababli hozir ayrim joylarda ehtiyotkorlik bilan qaraladi. Hatto zamonaviy davrda ham bu qo'shiq ishlatilganda bahs-munozaralar kelib chiqmoqda. Erika qo'shig'i turli filmlar va hujjatli lavhalarda ham ishlatilgan. Masalan, Schindler's List filmida nemis askarlari tomonidan kuylangan sahnalar mavjud. Va bu ham Erika qo'shig'i hali beri yo'q bo'lib ketmagani, xuddi SS va Germaniya, natsistlar Germaniyasi kabi umuman yo'q qilinib yubormaganini anglatadi. Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, Erika bu shunchaki harbiy qo'shiq emas. U askarlarning ruhiy holatini aks ettiradi. Sevgi va sog'inch haqida hikoya qiladi. Lekin tarixiy konteksti sabab bahsli ramzga aylangan. Bu qo'shiq bizga shuni eslatadiki, hatto urush davrida ham odamlar oddiy tuyg'ular, sevgi, sog'inch va umid bilan yashashgan. Va bir narsa aniq. Hozirgi sovuqqon urushlarda ham askarlar xuddi shunday sog'inch, umid bilan yashashyapti. Ammo shunga o'xshash go'zal san'atga umuman e'tibor qaratilayotgani yo'q. Bu haqiqat. Buni tasvirlab berish qiyin. Urush davrida qo'shiq yozish bu faqat ruhan singan yoki ezilgan, ruhan sog'inchga cho'kkan askarning qo'lidan keladi xolos. Hammaning ham qo'ldan kelavermaydi. Lekin hozirgi zamonda bilmadim, hattoki qo'ldan keladigan odam ham hattoki ishlamay qo'yapti, bilmadim yana ham. Balki bordir, balki shunchaki sharoit yo'qdir, yana ham bilmadim. E'tiboringiz markazida Mexanik Var kanali bo'ldi. Keyingi video nima haqida bo'lishini kommentlarda, izohlarda yozib qoldirishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Lekin keyingi video shu narsa haqida bo'ladiki, u yaratilib, umuman urushga qatnashishga ulgurmay qolgan va gap nima haqida ketayotganini hozir ba'zi birovlar tushunishdi. Nemis giganti haqida. Va bu haqda esa bilmaydiganlar keyingi videoda albatta bilib olishadi. Keyingi videoni ko'rish uchun kanalimizga obuna bo'lishni tavsiya etgan bo'lardim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.